O'tgan darsimizda biz sizlarga shablonni qanchalik muhim o'rinda egaligini biz sizlarga tushuntirib bergandik. Bugun aynan shu shablonni nastroykasini to'g'rilab o'rgatamiz. Xo'p, bundan oldin bizda обмерный planda stadiyalarimiz bor. Har bitta chizmada stadiyalarni to'g'rilab qo'yishimiz kerak. Обмерный plandagi stadiyamizda stadiya полностью существующий formatda bo'lishi kerak. Ya'ni borib o'lchab kelganimiz как существующий holat bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, stadiyani существующийga o'tkazganimda men chizgan narsam o'chib qolyapti. Uning uchun новая konstruksiyaga, ya'ni joyiga qaytarib turib, har bitta chizgan narsamni belgilab olaman yoki buni boshida to'g'rilab qo'yaman. Har bitta devorlarimni belgilab, filtrdan faqat devorlarni o'zini qoldiraman-da. И stadiya возведенияni новая konstruksiya emas, именно существующий qilib qo'yaman. Существующий qilaman. Endi проемlarni ham xuddi shunaqa belgilab chiqaman. И hammasiga существующийni berib chiqaman stadiyasini. Так. Выбрать. Ko'rinishdagi hammasini belgilab oldim. Существующий. Oynalarni belgilayman. Выбрать все экземпляры. Ko'rinishdagi hamma oynalarni belgilab beradi. И buni ham существующий qilib qo'yadi. Перекрытияni ham существующее перекрытие qilib qo'yaman. Xo'p, bu narsani qilib bo'lganimdan keyin endi men обмерный planda, shablonda stadiyasini существующий stadiya qilib qo'ysam bo'ladi. Endi bu narsalar o'chib ketmaydi. Endi показать все qoladi. Endi plan demontajiga o'tganimdan keyin plan demontajida новая konstruksiya qoladi-da, filtr по stadiyamda существующий plus demontaj bor. Предыдущий plus снос. Bosib qo'yaman. O'shandan keyin istalgan devorimni belgilab, stadiya snosasini новая konstruksiya qilib qo'ysam, u menga shu devorimni demontajda buzib beradi. Обмерный planda esa обмерный planda как yangi, ya'ni borib o'lchaganim qoldiradi. O'shanda bu narsa bizda ishlayotganimizda обмерный plandagi narsa demontajga ta'sir qilmaydi. Yoki demontajdagi narsa обмерga ta'sir qilmaydi. Endi hozir men demontajdan hamma devorlarimni, ichki devorlarimni belgilab chiqaman. Ichki devorlarimni hammasini belgilaganimdan keyin hammasiga stadiya snosasidan новая konstruksiya qilib berib o'raman. И menda полностью hamma devorlarim demontaj bo'ldi. Endi annotatsiyada tekstdan men shu narsaga демонтируемые стены deb yozib qo'yaman. Do'stlar, bilaman ushbu darsliklarni ko'rishingizdan asosiy maqsad bu kelajakda o'z kasbingizni yuqori darajadagi mutaxassisi bo'lish. Lekin afsuski ushbu darsliklar hammasi emas. Agar siz o'z kasbingizni xalqaro darajadagi mutaxassis bo'lmoqchi bo'lsangiz, sizlar uchun tayyorlab qo'ygan premium darsliklarimizni xarid qilib, hoziroq yuqori natijalarni ko'rsatishni boshlang. Agar siz ushbu premium darsliklarni xarid qilmoqchi bo'lsangiz, pastdagi havola orqali ArcPro Akademiyasining shaxsiy sahifasiga o'tib, ularni xarid qilsangiz bo'ladi.